Assalomu alaykum, mehrli kuloq obunachilari, aziz yurtdoshlar. Azizlar, xudo xolasa yangi ishlarimiz Namangan viloyati Chust tumani Karkidon qishlog'iga Sultonmurod akamizning xonadonlariga mana bitta tandir zo'mpilargacha o'rnatdik. Yonlariga mana 3 ta qozon, 40 litrli qozonimiz, 30 litrli qozonimiz va 15 litrli qozonimiz azizlar. Xudo xolasa nihoyatda chiroyli bo'lib chiqdi. Bu tomondan ko'rinishlari mana hozir bir qator yoqish jarayonlarini ko'rdik. Suvlarimiz bir qator qaynab o'shdi. Ozgina o'tin bilan qaynaydi. Xudo xolasa ekonom o'choqlarimiz. Azizlar, bu tutun totish bilan birgalikda suvingiz ham tez qaynaydi, o'tiningiz ham ekonom bo'ladi azizlar. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar, shunaqa qilib chiroyli qilib qilib berilaveradi. Bu hozir abishniy holatda bo'ldi, xudo xolasa o'choqlarimiz. Azizlar, mana hozir akamiz bizga ixlos qilib shunchalik xonadonlarga chaqiribdi. Xonadon egalari hozir bizni ishlarimizni qabul qilib oldi. Hojona, ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Ko'nglim to'ldi. Tenjaneli sog' bo'lsin, qo'linglar dard ko'rmasin bolam. Amin. Omon bo'linglar. Xudoyo xudovando yuzlarga kiraylar. Mana shunaqa ishlarni qilib, bizdagilarning hojatini chiqarib yuraveraylar. Allohu akbar. Allohu akbar. Juda chiroyli. O'choqlar ham chiroyli, tonur ham chiroyli. Juda odamga havas keladi. Nevaramni to'yda xudo xolasa ovqatlarni qilishadi, qo'ni qo'shilib, bolalar chiqadi. Aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Bosh bo'laveradi, bolam. Yaxshi kunlarga, to'ylarga aytganingiz ishlating-a, xola. Xo'p. Nevara to'ylarimda ishlatayin, nevaramni o'ylantirganda mehmonlarni kutayin. Rahmat, yashanglar, yuzlarga kiraylar, omon bo'linglar. Aytganingiz kelsin, hojona. Qilgan ishinglar juda yaxshi. Odamni qoniqtiradi qilgan ishinglar. Xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Xursandmiz. Quloqlarni uchida qilmay, astoydil qildinglar, ming marta rahmat. 4 ta o't bilan mana qog'oz bilan Albatta. isirayotibdi suv. Albatta, Rahmat. albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hojona. Omon bo'linglar, mana shunaqa ishlar qilib yuraveringlar. Allohu akbar. Bizdagilarning hojatini chiqar. Amin. Azizlar, mana hojonamiz ham xudo xolasa duolar qildi. Afishanada nomerlar qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa ishlar zarur bo'lsa, zakaz qilaverasizlar, qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.